Assalomu alaykum obunachilar. Men yana qaytdim. Faqat bugun PES o'ynaymiz. PES o'ynaymiz va ertangi ma'lumotlarni aytib o'taman. Sizlarga payshanba kuni nima keligini. Assalomu alaykum. Video boshlanmasdan oldin like va podpiska bosishni iltimos. Hali ham nimadan meni ham 50 ta obunachiga erisha olmayapman. Shunisi meni xafa qiladi. Iltimos 50 ta obunachi qilaylik. Shunisi meni juda xafa qilyapti. Bajaraylik. Iltimos yalla. Hozir sen hamma ish bilan bajarishga harakat qilamiz. Hozir ertangi ma'lumotlarni aytaman. Ertaga kelishi mumkin bo'lgan o'yinchilar bularning o'rniga bu epiklarni o'rniga Pelapin o'rniga kim keladi deb o'ylaysizlar? Shuni o'zlaringiz bilmayman. Va ertaga keladigan narsa bu asosiy narsa. Bu mana bu ketadi jigarlar ertaga. Mana pak ketadi. Mana o'yinchilar bilan xayrlashib bitta best tushaganman men bu tarkibimga. Mana o'yinchilar ketadi va ularning o'rniga boshqa o'yinchilar, mana misol uchun Rumeniyaga yoki qanadir Anderson shunaqa o'yinchilar qo'shiladi. Yo'q, chunki Potova ham kelar ekan. Potova 3 ta nomzod qo'yildi. Garcia, Bruno Fernandes, yo Mubemo deyishmoqda, yana bilmadim. Mana shunday shunday o'yinchilar keladi. Ertaga bilib olamiz. Shunaqa gaplar, mana tarkibimni ko'rsataman sizlarga. Hozirgi tarkibim bunaqa. Yaqinda boshladim. Bir hafta cham bo'ldi. Hozirda tarkibim shunday. Iltimos, qanday qilib tez kuchaytirishim tarkibni vaqt qoldirgan. Mashinalarni almashtirish kerak. Qo'lni iltimos yordam qo'yinglar, shu kommentariyada yozib ketinglar, tezroq kuchaytirishim uchun tavsiyalar berib qo'yinglar iltimos. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.